qarindoshlar davramizga onajonimizni taklif etamiz. Bu mening onam tabrik loyihasini boshlaymiz. Chiroyli qo'shiq. Bitta chiroyli qafta chalib qo'yasizlar. Bugun zo'r kun, bugun boshqacha, quvonchga to'lib aytaman shuni. Bugun zo'r kun, bu kun o'zgacha, bugun onamning tug'ilgan kuni. Bugun zo'r kun, bugun boshqacha, quvonchga to'lib aytaman shuni. Bugun zo'r kun, bu kun o'zgacha, bugun onamning. Onajonim tavallud kunlari shukrona ayyomlar muborak bo'lsin deb qolamiz. Doimo mana shunday yaxshi kunlarda mana shunday jigarlarga o'zingiz bosh qo'shib yuring deb qolamiz. Marhamat, endi chiroyli sovg'alarni jigarlar, farzandlaringiz kelgan qarindoshlar nomidan qabul qilib olasiz. Marhamat, sovg'alarni olib kelamiz. Beray volidamga bersam shuncha kamdek tuyular. Asli bitta gulga qancha suyunar. Ozor yetsa jonimizga qani ayting, onamizdek yana kim ham kuyunar. Qancha bersam shuncha kamdek tuyular. Asli bitta gulga qancha suyunar. Ozor yetsa jonimizga qani ayting, onamizdek yana kim ham kuyunar. Bugun zo'r kun, bugun boshqacha, quvonchga to'lib aytaman shuni. Bugun zo'r kun, bu kun o'zgacha, bugun onamning tug'ilgan kuni. Onasiz biz yer bo'lamiz osmonsiz. Onalarsiz baxtli bo'lmoq imkonsiz. Ona uchun qo'lingizda boringizni bermasangiz ayting qandoq insonsiz. Bugun zo'r kun, bugun boshqacha, quvonchga to'lib aytaman shuni. Bugun zo'r kun, bu kun boshqacha, bugun onamning tug'ilgan kuni. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray islarini jonim onam, jonim onam. Onalarning eng go'zali mana onam, mana onam. Ko'zga suray islarini jonim onam, jonim onam. So'zlari durdonaginam, bittayu bir donaginam. So'zlari durdonaginam, yakkayu bir donaginam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Boshimda parvonaginam, jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehri bor jonim onam, jonim onam. Onalarning mehriboni mana onam, mana onam. Ko'zlarida mehri bor jonim onam, jonim onam.
yaxshisi mana onam farzandlaringiz baxtisiz jonim onam onalarning eng yaxshisi mana onam farzandlaringiz baxtisiz jonim onam ro'mollar yarashganim oylar husn talashganim ro'mollar yarashganim oylar husn talashganim poyidan jannat topganim jonim onam poyidan jannat topganim jonim onam onalarning farishtasi mana onam jonimda jonim rishtasi jonim onam onalarning farishtasi mana onam jonimda jonim rishtasi jonim onam onalarning eng go'zali mana onam ko'zga suray islarini jonim onam Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bola gohida yolg'ondir rostdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yiqilib qaryona baxtni izladim, yerdan topolmayin ko'pni ko'zlarim. Qo'shiqlar kuyladim, ming bor bo'zladim, topgan shuhratidan mastdir bu dunyo, onamning poyidan pastdir bu dunyo. Albatta, azizlar, jannat onalar oyog'i ostida deyishadi. Demak, azizlar, ayni daqiqalarda chiroyli bir mana shunday bir fayzli xonadonlarda yana bir chiroyli bir bu mening onam tabrik loyihasida ko'rishlikda Allohim o'zi nasibiy ro'za aylagan ekan. Demak, azizlar, bugungi chiroyli bir yana bir fayzli xonadonda Ulug'bur tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida mana shunday bir chiroyli bir fayzli xonadonda bu Ravza onamiz o'zlarining 77 yosh tavallud ayyomlarini nishonlatibdi. Avvalambor assalomu alaykum onajonim. Bugungi shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deb qolamiz. Ayni daqiqalarda bir ko'ngil ziyorati ming makka imorati degandek Ulug'bur tabrik jamoasi kech bo'lsa-da mana shu xonadonlarga tashrif buyurib turibdi. Bugun mana shu farzandlar nomidan, mana shu nevaralar nomidan kelgan mehmonlar nomidan sizga ozgina bo'lsa-da quvonch ulashga harakat qilamiz. Doimo mana shu jigarlarni, farzandlarni baxtiga doimo salomat bo'lib, ularning boshidagi toji bo'lib yuring deb qolamiz. Onajonim, ayni daqiqalarda mana shunday bir chiroyli bir tabriklarni tashkillashtirishga bizga yaqindan yordam bergan farzandlaringiz Shuhrat akamiz, Taslima opam, Muqaddas opam, Faxriddin akamiz, kelinlaringiz Loron yangamiz, Yulduz opamiz, Yulduz yangamiz, qolaversa barcha nabiralar va jigardan nomidan chiroyli mana shunday tabriklarni qabul qilib olasiz. Xudo xolasa 80 bilan sakrashing, 90 bilan to'qnashib, yuzlar bilan yuzlashib yurganda ham mana shunday ko'rishlik barchamizga nasibiy ro'za aylasin deb qolamiz. Onajonim, endi mana shunday bir chiroyli bir tabrik so'zlari va mana shunday dil istaklari uchun Muqaddas opamizga tabrik so'zini beramiz. Marhamat, kelgan mehmonlar uchun va onamiz uchun marhamat. Assalomu alaykum aziz jigarlarim, qarindoshlarim. Ona dunyoda mutabar ona. Onadek biz ona borki biz bormiz. Bugun mana shuncha katta davralarda so'zlarga chiqib, katta minbarlarga chiqib, Ulug'bur tuman kengashining deputati bo'lib, juda ko'p insonlarga so'zlar aytganman. Bugun onam qarida turib esa nikoh so'zi aytishga aytolmay qoldim, til ojiz. Onam Allohning yuziga kirsin. 90 bilan to'qnashib, yuz bilan yuzlashib yuring. Baxtimizga nevaralar, opa-uka, jigarlar, singillar, aka-ukalarimiz yonida hamisha boshpana bo'lib yuring. Dunyoda onadek mutabar inson bo'lmasa kerak. Dunyo borki ayol borki ona bor. Shu onamiz tufayli biz shu dunyoga kelganmiz. Ming rahmat aytaman. Allohim sog' salomat bo'ling, baxtingizga omon bo'ling. Sizga o'lgunimcha ta'zimdaman onajon. Katta rahmat deb qolamiz. Bitta chiroyli qarsa chalib qo'yamiz. Mana shunday yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar, mana shunday yaxshi insonlarning davrasida aytilayotgan mana shunday yaxshi niyatlar uchun. Albatta onajonim, nima deyman? Niyat qiling, armon bo'lmasin, orzu qiling, gumon bo'lmasin. Yangi kunda qarshilang asta, hech qachon bo'lmasin qalbingiz xasta. Yuzingiz doimo quvonchga to'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Bitta chiroyli qarsa chalib qo'yamiz davramizni fayzi uchun.
Albatta ota-ona shunday zot bo'ladiki, kelgan joyda yemaydi, kelgan joyda ichmaydi, farzandim endi bolasidan kam bo'lmasin deydi. Ayni daqiqalarda mana shu farzandlarni boriga shukur, mana shunday chiroyli bir dil istaklari, mana shunday onaga mana shunday hurmat qilib, chiroyli tabriklab turibdi. Albatta keyingi tabrik so'zini marhamat Taslima opamizga beramiz. Keling opajonim, sizdan ham chiroyli bir tabrik so'zlarini eshitsak marhamat. Assalomu alaykum. Mana shu onajonimning eng aziz opa-singillari, mehmonlari va nima deyman, mana shu o'g'il qizlari. Mana bugun onajonimning shukrona kuni ekan. Avvalambor onamga sog'lik tilayman. Yuzlarga kiribsin. Ilohim bizlarni, nevaralarni, chevaralarni, evaralarni baxtiga omon bo'lib, to'ylarda bosh-qosh bo'lib duo berib yursin. Onajon, bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Men endi singlimga o'xshagan uncha so'zga boy emasman, lekin hamma gaplarim dilimdan chiqyapti. Baxtimizga har doim sog' bo'ling ona. Mana 70 ga yetdingiz, 80 dan sakrang, 90 ga yeting, 100 bilan yuzlashib, har doim sog' salomat mana shunday labingizdan kulgu, yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Davramizning to'rida o'tirib duo berib o'tiring. Allohim shukrlarga yetkazsin. Rahmat. Katta rahmat deb olamiz. Opamiz uchun bitta chiroyli qarshi chaqib qo'yamiz. Mana shunday yaxshi tilaklar uchun albatta toza tilaklarga beshikdir dunyo, ocholsangiz jannatga eshikdir dunyo. Tilagim dunyoda siz qilmang xato, sizni panohida asrasin Xudo deya marhamat. Keyingi tabrik so'zini danagidan mag'zi shirin deydi. Nevarangiz Marjonaxon singlimiz taklif etamiz. Davraga marhamat. Sizdan ham chiroyli bir tabrik so'zlarini istak marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Onajon, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Mening onam dunyodir, mehr to'la daryodir. Zimistonda yo'limga nur to'shagan ziyodir. Mening onam bir daraxt, jannat poyidagi taxt. Bu o'tkinchi olamda onam omad, onam baxt. Ona borki dunyoda yashash boshqacha. Ona borki dunyoda kulish boshqacha, to'lsa ham hattoki 90 yoshgacha. Ona borki dunyoda yashash boshqacha. Agar jannat yerda bo'lsa, ustida onam. Agar jannat ko'kda bo'lsa, ostida onam. Agar jannat bitta bo'lsa, o'shadir onam. Bu dunyoda jannat bo'lsa, jannatim onam. Katta rahmat deb qolamiz. Danagidan mag'zi shirin deydi. Ayni mana shu joyga aytilgan mana shu nevaralarning baxt iqbolini ko'rib, Xudo xolasa katta o'qishlarga kirganda ham onajonim o'zingiz duoyi fotiha bilan mana shunday ularga boshi qosh bo'lib yuring deb qolamiz. Tabassumning avosi unda, butun olam ma'nosi unda. Dardlarimning davosi unda, kulishlari chiroyli onam. Asrab meni jonginasidan, mehr oqar monginasidan. Kutib beshik yonginasida turishlari chiroyli onam. Jannatgina misoli xushro'y, rayhon hidli ifori xushro'y. Ko'zim tushar ba'zan turfavoy, surishlari chiroyli onam deb onajonim mana ko'rib turibsiz, mana bu yerda jigarlar turibdi, qarindoshlar turibdi, singillar turibdi, kelinlar turibdi, nabiralar turibdi. Mana shu qarindoshlarning boriga shukur onajonim. Mana shular borki, marakamiz, to'ylarimiz, Xudo xolasa yaxshi kunlarimizda mana shunday o'ng tarafda, chap tarafda to'ldirib turadi. Mana shularning uchun ham bitta chiroyli she'rimiz bor, mana shu kelgan qarindoshlar uchun. Sovuq issiq kunlaringda kerak bo'lar, hamkoringga yaraydigan ko'mak bo'lar. Jim turmaydi yordamchilar tirgak ular, jon qarindosh, yon qarindosh, qarindoshlar. Ko'p mushkullar bo'lar umr savdosida, bosh chiqmaydi tashvishlarning ovozida. Ular paydo mehribonlar shaydosida, jon qarindosh, yon qarindosh, qarindoshlar. Opa singil, tog'a xola, amma xolam bir yoqadan chiqaradi bunda hamma. Jigarlardan hol so'rashni qilmaskanda, jon qarindosh, yon qarindosh, qarindoshlar. Sizga bitim yurakdagi nomalarim, jigar po'sha og'alarim, inlarim, sog' salomat bo'ling yaqin tog'alarim, jon qarindosh, yon qarindosh, qarindoshlar deya mana shu qarindoshlarning boriga shukur Xudo xolasa, to'y marakalarida o'zlaringiz bosh bo'lib yuringlar deb qolamiz. Endi mehr ko'zda, mehr davralarda deydi, mana shunday bir chiroyli bir fayzli daqiqalarni esdalik uchun bitta rasmlarga qo'yamiz. Undan keyin davramizda chiroyli bir esdalik uchun chiroyli qo'shiqlarimiz bilan davom ettiramiz. Farzandlarga aytar so'zingiz marhamat. Sizlar, opa-singillar, qizlarim, ullarim, nevaralarim, chevaralarim, duvaralarim,
Hammalaringizga rahmat. Sog' salomat o'ynab kulib yuringizlar. Mening yoshim 80 bo'lsa, sizlar 100 dan oshib, oshlaringizni oshib, yoshlaringizni yashab, bola chaqalaringizga bosh bo'lib yuringizlar. Ilohim. Katta rahmat onajonim. Endi eng qiziq joyga keldik. Aytay, bugun sho'x-sho'x yalla tinmasin. Davralarning to'rida ona o'ynasin. Marhamat, onalarimiz uchun chiroyli qo'shiq qo'ying.